Do'stlar, sizlarning qo'linglar mana o'xshash qurg'oqlashib, terilar o'rlab kes, qaysi mayni ishlatib o'ngshaysizlar? Menga bir yaxshi maylarni tavsiya qilinglar. O'zim to'rda aqto'sam, mayni bak yomon, mushta qurg'oqlashib ketgan terilarni bak yaxshilaydi. Qo'lning terisini bu aqbalning qo'lning terisida yumshoq yutadi deydi. Bu maymo azankan 12.9 birini olsangiz, bunda talaydin 100 tal so'q qilgan. Buning ishlab chiqarish ijro nomeri, ishlab chiqarish ijozatnomasi, rat nomeri, zavod adresi degandeklarning hammasi to'liq ekan. Bir qutisida 280 gram chiqadi ekan. Ondan ishlatish qo'llanmasi qaraydigan bo'lsak, avval qo'lingizga quyuq surkab, ma padini kiyib 15 minut ya 20 minut turg'izgandan keyin ondan yuydi ekansiz. Ma bir qo'lim saqqa, ma sol qo'lim bilan mashtaq. Mana shunda quyuq surkaysizlar. Surkab bo'lgandan keyin ma padini taqab 20 minut turg'izamiz. Hozir soat qaraydigan bo'lsak 10:ning 24-kuni 15 dan 6 minut o'tibdi. Amsa 20 minutdan keyin yuyib ko'rib baqili. Shunda uda 3 kun sinab baqana. 3 kunda dadi qo'lim yaxshilanmadi. Bugun men yana o'xshash tunugungidek mushta buloq surkab bo'lgandan keyin mushta padayni 20 minut kiyib, ondan yuyitimiz. Mana hozir qo'limni rasmiy qurib bo'ldi. 3-chilik holat kapti va 5-chilikdan ancha farqi yo'q. Ballar degan bu mayni ishlatayotganning 3-kuni qo'limning terisi butunlay yaxshilashib ketdi hozir olqini. Shunday yumron, chiroylilashib ketibdi. Mana do'stlar, bu qo'lmiyimizni sinab bo'ldik. Men boshqalarga o'xshash qartallikning qo'lini aqartib yutadi deb satmayman. Sizlar ko'ngilinglardek men so'qlam 3 kun burun terilar etilib, qurg'oqlashib ketgan. Men mayni 2 qatim ishlatiblam hozir butunlay saqayib ketdi. Shunga bu mayni menga o'xshash qo'llar yerilib, qurg'oqlashib ketganlar xotirjam situatsiyalar bo'ldik. Eng oxirida do'stlar, keyingi sonda nimani qilishimni bilmay yotaman. Inkas rayini qoldirib qo'ysanglar, keyingi sonda nimani qilay.